Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimizni kuzatib boruvchi obunachilar hamda bizni kuzatuvchilar. Kanalimiz mehmonlari. Anchadan bir YouTube'ga video joylaganimiz yo'q. Sizlar o'zi komment tayyorlayapsizlarmi, yo'qmi degan videolar gaplar bo'lyapti. Shuning uchun bitta video qo'yapmiz. Hayotimizni endi. Bo'ldi aka, hop. Mana yonimizda hozir bitta kommentni ko'rsatib o'tamiz. Sal bu tarafga olamiz. Bu kombaynimiz hozirgi tayyorlanadigan 65 million so'mlikdan tayyorlayapmiz. Qanday bo'ladi? O'zi yerdan olmaydi-yu, ustidagi bunkeri og'daradigan bo'ladi. Dananchida yurib turib sop chiqarsa ham bo'ladigan holatda kombayn bo'lyapti. Ish ketyapti hozir bunda. Bunkerlari tayyor, tepalariga o'rnatamiz bunkerlarni, xudo xolasa, bu ham yaqin 3-4 kun ichida bitadi. Endi qulayligi o'sha, o'zi odam sop turadi, bir joyda turib ishlaydi, xolasa dananchida yurib ishlaydi, lekin oldida jatkasi bo'lmaydi, olmaydi o'zi yerdan. O'zi yerdan oladiganlar har xil narxdagilari bor. Bu 65 million so'mga tayyorladi. Ustidagi bunkeri og'daradiganlar. Endi bu tarafda kombaynlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu tayyor bo'ladiganimiz salchekga chiqamiz. 140 million so'mga tayyorlayapmiz bunisini. Bunisi oldida jatkasi bor, o'zi yerdan oladigan. Bunkeri bor. Ustidagi bunkeri og'daradigan holatda bo'ladi. Jatkasini kengligi o'sha kengroq bo'ladi. Bularni 140, 160 gacha qilib beramiz jatkasini. Tagida elevator bo'ladi. Ichidagi setkalarni ko'rsatib qo'yamiz. İçidagi setkalar o'sha qalin setkalardan qo'yapmiz. Qalinligi o'sha 2 mm, yaxshi setka. Sifatli, narxi ham zo'r, narxi ham qimmat narsalarni ishlatamiz. Mana turbamizni qalinliklari ham juda qalin. 1 cm 2 mm turbalar. Hop. Bu kombaynimiz qo'sh balon bo'ladi. O'sha dananchida yurganda lo'pillanmaydigan kombayn bo'ladi. Endi bu tarafga orqamizdagi bu kombaynimizning narxi 55 million so'm bo'lyapti. Kombaynimiz yakka balonda bo'ladi. Bu ham hozirgi narxi kombayndan, lekin og'darmaydigan bo'ladi. Buni ham bunkeri bo'ladi. O'sha bunkeri o'ziga yig'adi. Bu dalanchida xolasa yurib chiqaradi, xolasa bir joyda turib chiqaradi. U odamning o'zining ixtiyori. Kombaynlarimiz ichiga setkalarni o'rnatib qo'ydik. Hozir elevatorlar ichkarida tayyor bo'lyapti, hammasining elevatorlari. Ventilatorlarni o'rnatib qo'ydik. Oldi tarafdagi ko'rsatib qo'yamiz. Oldilarida ramalarni tayyorlab, uporlarni berib, qishloq tishlalarni tayyorlab, o'qlarigacha qo'yib tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa o'qlar tayyor bo'lyapti. O'qlarni ham tayyorlab, sirazi buni ham bitkizdirib, bir chiqarganda xudo xolasa bir oyda 3 ta 4 ta kombayn chiqarib tayyorlab beryapmiz. Telefonni to'g'ri o'shiz, kechirib olyapsiz. Hop, endi ichkaridagi kombaynimizni bitta ko'rsatib o'tamiz. To'g'risan boshlandi. Hop, bu kombaynimizni tayyorlab yurgizdirib, chiroyli qilib ishlatib qo'ydik. Bu kombaynimiz xudo xolasa chiqib ketadi, egalari olib ketadi. Hop, endi kelamiz bu tarafga hozir. Elevatorlarimiz tayyor bo'lyapti. Elevator ramalari, shu chekkadagi to'sqichlari bilan qo'shib tayyorlanyapti. Elevatorning materiali qancha ingichkaroq ishlatiladigan bo'lsa, ramalar shuncha yaxshi, chunki dananchida yurganda siltalaganda katta kuch bilan aytmaytini uzib yuborish ehtimoli bor. Shuning uchun imkon qadar yengilroq qilib, ixchamroq qilib tayyorlagan yaxshi. Bu elevatorlarimiz o'sha boshdan oxirigacha qo'yiladi, lekin o'sha setkalarning tagidan zo'r, haligi qumlari, boshqa narsalar bo'lsa, zo'r to'kilib yerga tushib ketadi. Bu kombaynlarimiz hammasi o'sha xashaklarini to'kib nima o'zi so'rib oladi, mabodo chiqargan holatda bo'lsa ham xashaklarni o'zlari nima qiladi, ventilator so'rib oladi. Oldingilarda puflagan bo'lsa, elevator elab turganda xashakni puflab turgan bo'lsa, hozirgilarda so'rib turadi, xashagini so'rib turib kirsak topib beradi. Endi narxni o'tamiz, bunkerlarimizni bitta ko'rsatib qo'yamiz, kelaverasiz. O'sha og'daradigan bunkerlarimiz bular tayyor. Bularni o'rnatib, ertaga xudo xolasa nasib qilsa o'rnatamiz bularni.
hamma narsamiz, hamma materiallarimizni olib kelib qo'yganmiz. Ichiga ketadigan o'qlarimiz tayyor bo'lyapti. Yana o'qlar to'kirda turibdi. Ularni ham olib kelib turib, hammasini yig'ib, birdaniga xudo xolisa tezlatib chiqarib beramiz. Hozir zakaz olasizlarmi deganlar bo'lsa, hozir zakaz olganimiz yo'q, chunki biz stanovlarni chiqarib yuborib turib, keyin zakaz olamiz. Mabodo zakaz bermoqchi bo'lsalaring, hozirgi kunda bir oydan keyin zakaz olishni boshlaymiz. Ungacha zakaz olmaymiz. Bir oydan keyin qanday? Masalan, hozir bir haftaning ichida ikkita stanovimiz chiqib ketsa, yana 15 kundan keyin ikkita stanovimiz chiqib ketadi. Yana zakaz olganimizda 4 ta stanovga zakaz olamiz. 1,5-2 oy ichida ularni ham bitirib berib turib chiqarib beramiz. Faqat endi sizlar bir narsani to'g'ri tushunasizlar. Bu narsa qimmat narsa bo'lgani uchun, ko'p vaqt ketganligi uchun narichaga tayyorlab qo'ymaymiz. Chunki shuncha pul оборотda band bo'lib turadi, shuncha pul turadi. Klienti bor, xudoga shukr-ku, lekin narx-mana ishlaganimiz bizga yaxshi. Kombaynlarimizning narxi hozirgi kunda ko'chaga chiqamiz, birma-bir tushuntirib o'tib ketaman. Bu kombaynimiz, orqamda turgan kombaynimizning narxi 65 million so'm, ustidagi bunkeri o kombayndagidek bo'ladi, ko'rsatib berasiz. Ana shunaqangi og'dariydigan bunkerli bo'ladi, menga qarataverasiz. Lekin yerdan olmaydi, odam sottiradigan bo'ladi. Bu kombaynimizning narxi 140 million so'm tayyorlayapmiz bularni. Buni 3 xil variantdagisi bor. Birinchisi o'sha eng fuli 13 ming dollar turadi. Undan bitta pastroqdagisi 11 ming dollar, 140 million so'm bo'ladi. Yana bittasi bor, 9 ming dollar, unisi 110 million so'mga tayyorlab beryapmiz. Bu orqamizda turgandi narxi 55 million so'm. Bu og'darmaydi. Bunker og'darmaydigan bo'ladi. Bundan arzoni bor. Eng arzoni 45 million so'm bo'ladi. Bu hozir 55 millionlik, 45 million so'mligida mana bunkeri ham bo'lmaydi. Yerga chiqaradi. Faqat bir joyda turib ishlaydigan kombayn bo'ladi. Hamma narxlari tushunarli bo'ldi menimcha. Bemalol zakaz beraverasizlar, tayyorlab beraveramiz. Keyin yana bitta narsa aytib o'tay. 13 ming dollarligida oldida jatkasi bo'ladi. Jatkasi oldi qismida bo'ladi. 11 ming dollarligida jatka yonboshda bo'ladi. Jatkaning uzunligi 1.30 bo'ladi. Oldidagi jatkalisi 1.40 dan 1.60 gacha qilib beramiz. Yana ko'pchilik so'rayaptiki, haligi karchopka tayyorlaysizlarmi? Yo'q, karchopka tayyorlaganimiz yo'q. Chunki mayda ish bo'lgani uchun ko'p vaqt ketadi uni tayyorlashga. Chunki qilganimiz yo'q hozircha. Lekin kelajakda xudo xolasa uni ham yo'lga qo'yamiz. Chunki metal sohasi bo'yicha biz faqat kombayn, drabilka yoki shunga o'xshash narsa bilan emas, metal sohasi bo'yicha aqlimiz yetgan hamma narsani tayyorlashga xudo xolasa harakat qilib, katta zavodlar ochish niyatida yuribmiz. Xudo xolasa shunga harakat qilyapmiz. Like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, sizga nima kerak bo'lsa, bizni qo'limizdan kelsa, xudo xolasa chiroyli tayyorlab beramiz. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyat Beshariq tumani Hojibek qishlog'idamiz. Ismim Abdurovjon. Kelib turib Hojibek qishlog'iga kelib turib Abdurov desalaring, hamma bizni juda yaxshi taniydi. Bemalol bizni uyimizni, xo'jaligimizni ko'rsatib beradi. Biz ustaxonamiz o'sha o'zimizning xo'jaligimiz. Tadbirkorlikni shu xo'jaligimizda olib boramiz. Shu bilan videomizga yakunlaymiz. Yana bitta narsa aytib o'tib qo'yay. Olmoqchi bo'lgan odam 1 oy, 2 oy oldin harakatingizni qilib qo'ying, chunki bu stanovlar nalichida emas, hammasi zakaz asosida tayyorlab beramiz. Yana bitta narsa, pul ko'chirish degan narsa, biz faqat naqdda ishlaymiz. Naqd pulda ishlaymiz. Ularda hammasi naqd pulda. Kerak bo'lsa, oldindan ham pulini berib ketadiganlar bo'lyapti. Shuning uchun faqat biz naqdga ishlaymiz. Bizni to'g'ri tushunasiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, videoni shunaqangi kombayn izlab yurgan tanishlaringga jo'natib qo'yinglar, like bosib kanalimizni rivoji uchun o'zingizning hissangizni qo'shib qo'ying. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.